Assalomu alaykum azizlar. Biz hozir befarzandlik bo'yicha video qilyapmiz. Befarzandlikda asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Bir kursli chenasi 7 kun bo'ladi. 7 kun davomida nimalar qilinadi? Asalari chaqtirib muolaja qilinadi 2 mahal. Qo'shimcha tarzda albatta qo'shimcha giyohlar beramiz. Bular nimalardan iborat? Arab xurmosini gulchanga. Bu kesal hindi hilba degan giyohimiz. Buni beriladi. Er-xotinga ikkita beriladi. Bunisi arab xurmosining gulchangidan tayyorlangan 40 gram gulchangda yarim kilo asalga tayyorlab qo'yganmiz. Qo'shimcha tarzda ayollar uchun 1 oylik ichki shamollashiga tampon ham beriladi. Mana shu tartibda muolaja qilamiz. Asalari muolajasi shart deyishligimga sabab hozirgi paytda juda ham ko'p ayollarimizda bola ozgina katta bo'lishi bilan rivojlanmay qolishlik holatlari juda ham ko'p uchrayapti. Inshaalloh asalari muolajasini olishsa, ana shu xavf-xatar inshaalloh bo'lmaydi. Xotirjam tug'olinadi. Chunki tajribamizda shu holatlar juda ham ko'p o'tyapti. Bir kursli chenasi 7 kun bo'ladi. Kelib shu yerda yotib muolaja olishadi. Hech bo'lmaganda 2 kurs muolaja olinadi er-xotin. Ana undan keyin xudo xolasa bemalol xohlagan yerda tekshirib olsa ham bo'ladi inshaalloh. Eng kamida 2 kurs muolaja olinadi. O'sha infeksiyasi borlar ham, misol farzandli homilador bo'lyapti, lekin tushib qolaverish xavfi ko'p bo'lyapti. Shular ham 2 kurs muolaja olishlik kerak. Endi hozirgi videomizda 2025-yil 6-dekabrda olyapmiz. Bir hoji akamiz umraga borib kelishganda arab xurmosini gulchangini olib kelgan ekan. Bu kishi Umurbek, sizga ko'pchilik befarzandlikda ko'pchilik murojaat qiladi. Ehtiyojmand, shunga muhtoj bo'lgan inson bo'lsa, o'sha sal olishlikka qiynalayotgan insonlar bo'lsa, shu kishilarga bering shu narsani deb haqqimizga duo qilib qo'ysin deb 5 ta olib kelib bergan edi. Bittasini o'sha ehtiyoji bor odamga berdik. Mana 4 tasi qolgan. Xudo xolasa aloqaga chiqishsa, mana shu narsani ham o'z egalariga yetkazib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Umurbek tabib desalaring, Telegram kanalimiz bor. Bemalol shu orqali aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Doim omad bo'linglar.